Ota shunday ulug' zot ekan azizlar. Bolasi uchun jonini berar ekan. Men buni aytishligimga sabab Jabir ibn Abdullah degan bir sahobadan rivoyat qilingan bir hadis bor. Hadis sahih. Ammo qissalarini ba'zilar u hadisga taalluqli emas deganlari bor, lekin bir ajib qissa bilan keltirilgan. Payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida rivoyat qilyaptilar, Jabir radhiyallohu anhu. Bir yigit kelib payg'ambarimiz alayhissalomga otasidan shikoyat qildi. Ajablanmang azizlar, bizni diniy idoramizga bir oyda bir marta bo'lsa ham otadan shikoyat qiluvchilar keladigan bo'lib qoldi. Otasidan shikoyat qilib Rasulimiz alayhissalomning oldilariga bordilar. Shikoyatini qarang, aytdilarki, kelgan yigit: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, otam meni topib kelgan hamma molimni ishlatib yuboryapti" dedi. Butun moli dunyoyimni ishlatib yuboryapti. Bunga haqqi bormi dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Otangni chaqirib kel." Borib otasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqiryapti deganlarida ota bechora bildiki, uni haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilibdi. Endi bir tasavvur qiling-ya. Butun dunyolarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambar alayhissalomga o'z o'g'li bo'lib otasini ustidan shikoyat qilishlik. Qanchalik darajada og'ir ota uchun. Otasi o'g'liga "Sen ketaverman, orqangdan boraman" dedi-da,